Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 25-avgust haftani seshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozorida joylashgan shu sumka sotadigan do'kondan ko'rsatyapmiz. Maktab bolalarga sumka, hop mana kompyuter solib yuradigan sumkalar ham bor ekan. Ha, narxi bilan tanishamiz. Hammasini nima donadagi narxini aytaverasiz. Mana shu joydan tanlab olishi 120 ming so'm, ha? 120 ming so'm ekan shu donadagi narxi. Bu qayerdaki bu? Hammasi Xitoymi? Mana Xitoy ekan hammasi. Xudo xolasa ertaga bozor, chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'lyapti. Endi hozirdan do'konni ochim deb tayyorgarli ko'rilyapti, chunki kechqurundan boshlanadi bozor. Mana bular ham mana zo'r ekan. Mana Xitoyda sumkalari 120 ming so'm ekan. Bu o'sha notebook soladigan sumka qilsa ham bo'lar ekan, oddiy sumka qilsa ham bo'lar ekan. Mana. Ha, ichkariga ham kiramiz. Endi bizni televizorda ko'rib turganlar bo'lsa kerak, shuning uchun shoshmasdan tiniqroq kachsivada olaylik. Hozirdan videoga like bosib, izohlarda o'zlaringni fikrlaringni bildiraverasizlar. Mana har xili bor-da. Mana 120 ming so'mdan O'zbekistonda puliga. Xo'p, endi mana o'sha kelganlaringda mana D qator, D blok deydi, 302-do'kon. Xo'p, bu tomonda mana ichkarida kashaloklar bor. Hali umraga yoki bir safarga chiqmoqchi bo'lsalar, bunaqa sumkalar ham bor mana. Hop. Bular endi qancha bo'lyapti? Narxi bilan bir tanishtiringchi, bu qanaqa bo'lyapti bular narxi? Mana bular shu tashqaridagidan shekilliga. Shulardan. Mana tepadagilari qanaqangi? Charimlik. 120 ming ular ham Xitoy. Bular ham mana shu qator ham 120 ming so'mmi hammasi? Hop, bu qatorlar ham 120 ming so'mdan ekan, Xitoydiki. O'zi mana ko'rinib bilinib turibdi. Sifatliligi. Endi mana bu joyda arzon, vali bog'cha bolachalariga. Bular nech puldan? Bularimiz har xil narx aka, 20 mingdan 15 mingdan shunaqa. 15 ming so'm, 20 ming so'm. Eng qimmati bu yerda nech pul uni kattasi? Shular 20 mingga beramiz dona. Ha, o'sha kattasi 20 ming so'm ekan, bularni kichkinasi 15 ming so'm ekan. Donaga sotilib turgan narxi shunaqa ekan. Xo'p, bular nech pul mana bu taqvolaydigan o'g'il bolalarga sumkalar? 110 ming so'm ekan, bu qayerdaki? Xitoydiki ekan. Mana pastda qanaqangi bu hali arzonlardan ekan-a? Detski. Xo'p, endi bu tomonda bunaqa sumkalar ham bor ekan. Mana Nike'lar nech pul? Bular 45 ming. 45 ming so'mdan. Bulari-chi? Kichkinalari. Bular 35 ming. Bular 35 ming so'mdan. Mana Chanel sumkalaringiz nech pul? Chanelda donaga 10 ming. Donaga 10 ming so'mdan ekan. Chanel sumkalar. Mana rezinkalilar-chi? Bu rezinkali 20 ming. Charimli deganim. 20 ming? 20 ming so'm. Bunisi qimmatroq shekilga katta, 25 ming ekan. Endi bu tomonda bunaqa sumkalar ham bor ekan. Katta bu haligi o'qishda o'qiydigan, buni xullas kompyuter soladigan sumkalar. Nech pul bular? Bular ham 120 mingdan da. 120 ming so'mdan shu donaga shu sotiladigan narxi shunaqa ekan. Har xili bor. Telefon nomeringizni hozirdan aytib qo'yaylik. Nomeringiz nechi? 90lik 854 4108 ga aloqaga chiqasizlar. Mana har xili bor sumkani. Optimga desalar ham narxni kelishtirib berishaverar ekan. Bunalar nech pul? Bularimiz 25 mingdan ko'p qolmagan lekin. Bular 25 ming so'mdan ekan. Endi hali sotuvchilar ham ko'radi-da bizni. Bu toshi bor sumkachalar nech pul? 25 ming donaga. 25 ming so'm donaga. Xo'p. Bag'da ham mana sumka, hamma sumka, sumkaning ichida ham sumka. Mana bular nech puldan? Bular 100 mingdan Xitoyda. Xitoydagi 100 ming so'mdan. Mana bular ham 100 mingmi? Bular 85 ming. 85 ming so'mdan ekan bu tomoni.
Buni ayollar, qizlarga kashalotlaringiz nech pul uni? Kashalotmi, sumkami? Ular 120 mingdan Xitoylarda. Bular 120 ming so'mdan Xitoydiki ekan. Xullas kelasizlar, ko'rasizlar, mana ma'qul kelsa olasizlar. Har xili bor. Mana 10 ming so'mdan donaga mana Chanel sumkalar. Mana bularingiz nech pul? Ular 25 mingdan. 25 ming so'mdan ekan bular donaga. Bunisi-chi? Ular 85 ming. 85 ming so'm. Xo'p. Shohjahonmidi ismingiz? Mana nomerlari yana mana kerak bo'lsa, ismlari Shohjahon 90lik 854 4108 ga aloqaga chiqasizlar. Mana har xil razmerda sumkalar bor ekan shu. Maktab bolasiga teysizlarmi, boshqasiga teysizlarmi qilib kelaverasizlar. Mana shu do'konni oldida mana D qatordan ikkinchi do'kon mana. 302-do'kon ekan o'zi mana. Videoga like bosib, izohlarda o'zlaringizni fikrlaringizni qoldiringlar. Xo'p, yana nimalardan ko'rsataylik? Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p. Podlista qilib tanish Telegram gruppalarga videoni tashab qo'yinglar. Mana sizlarga Optim bozordan eng arzon narxlarda shu popka sumkalar, kashalok, ular shunaqa narsalar.